Wow. Menimcha hamma ayollar aynan mana shu videolardan keyin, ya'ni shunaqangi nima deydi, afsonaviy videolardan keyin yuzni shunaqa bo'lishiga ishonadi va mana shulardan keyin hattoki kommentariyalarga e'tibor bersam, O'zbekistonga dastavka bormi yoki bo'lmasa haqiqatan ham shunaqa bo'ladimi degan savollar bo'ladi. Qizlar, bularning hammasi yolg'on. Hech qachon bitta mahsulot bilan oddiygina surish usuli bilan bunaqa natijaga erishib bo'lmaydi. Dog'larni davolash juda ham qiyin protsess, ya'ni jarayon hisoblanadi. Unga vaqt kerak bo'ladi. Ammo buning iloji bor. Agar siz ham mana shunaqa natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, faqatgina vaqt talab qilinadi va sabr va to'g'ri kosmetika talab qilinadi. Va albatta siz Salviy Cosmetics obuna bo'lsangiz, biz siz bilan bu narsani birga bajaramiz.